Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qadrdonlarim, mana shu chiroyli maskanga men 4 yildan beri qatnayman. Ochilishdan boshlab har yili 2 marta kelib ketaman. Nima deyishim mumkin? Birinchidan endi kelganda birinchi kundan ham bu joylarni men yaxshi ko'rib qoldim. Bu yerdagi odamlarni, bu yerdagi chiroyli qanaqadir manzaralari, havosiga umuman gap yo'q. Havosini endi nima bilan ham taqqoslashni ham bilmayman. Menimcha shu Shvetsar tog'laridan ham yaxshidir. Men aytmoqchimanki, mana shu 4 yildan beri men shu joyga qanaqadir mehrimni qo'ydim. Kirganingizdan mana shunday darvozadan kirasiz. Administratsiyada sizni shunaqa tabassum bilan kutib olishadi. 1000 yil sizni tanigandek, yosh chiroyli qizlar. Opajonim deydi. Keyin sizdan ismingizni so'raydi. Menim nimaga hayratda qoldiradi? Ismingizni eslab qoladi. Keyingi ko'rganda assalomu alaykum Gulbahor opa, yaxshi dam olyapsizmi deydi. Aytmasligi ham mumkin. Lekin bu muomalani bir turi. Bular shu joyga mehr qo'yishgan. Bular har bitta kelgan odamga chiroyli muomala qilishni o'rganishgan. Chunki yuraklarida mehr oqibat bor bu bolalarning. Men aytmoqchiman, meni yoshim katta-da, ko'pincha bu yerda yoshi katta odamlar keladi. Yosh katta odamlarni bilasizlar, o'zini endi yoshiga qarab surunkali kasallar bo'ladi. Lekin shitga kelib 6-8 kunmi bular shifo topishadi. Qiyshayib, hasada kelgan odamlar ham belini qattiq ushab, ranglari chiroyli bo'lib ketadi. Nimaga deysiz? Chunki bu yerda juda ham shifo baxsh muolajalar bor. Massaj bor, elektroforezlar bor, parafin bor. Endi hozir sanasam juda ham ko'p har xil muolajalar. Hammasini o'zidan o'zi olishmaydi. Bir kuningiz faqat doktor ko'rigidan o'tasiz. Doktorlarni aytmaysizmi? Hammasi professional. Hammasi shunda sizni bergan hamma analizlarni, hamma o'zi ko'rsatishlarni hammasini-chi professorlardan ham zo'r aytib berishadi. Menda hozir shunaqa ko'nikma bo'lganki, menga aytishadi, boshda aytishadi. Siz tekshiruvdan o'tdingiz, mana shunda kamchiligingiz bor. Uni har 6 oyda tekshirishingiz kerak. Men o'zi Toshkentdanman. O'sha shifokorlarga borib tekshirishingiz kerak. Yo'q, men ertaga Toshkentdagi shifokorlarga bormayman, chunki erta ishlayman, vaqtim bo'lmaydi. Har 6 oy shetga kelaman. Yana shu yerda hamma analizlarni topshiraman, doktorlar o'taman, o'zi o'taman. Keyin yana so'rayman, o'zgarishlar bormi, yo'qmi? O'zgarishlar bo'lmaydi, chunki bu yerda meni 6 oyga chiroyli qilib tuzatib Toshkentga jo'natib yuborishadi. Men 6 oy mazza qilib keyin Toshkentda ishlayman. Keyin yana bu yerga kelib, hamma endi muolajalarni olib, keyin qaytib ketaman. Yana bitta judayam meni xursand qiladigan narsa, hamma joy temiz. Qizlarni ko'rsangiz, ertalabdan kechqurungacha bular hamma joy tozalaydi. Xonalarni deysizmi, hovlilarni deysizmi? U tepalari ham qolmaydi. Bitta ham erta qanaqadir bay yo'q, bultiriydan qolgan. Ertalabdan kechqurungacha 24 soat sidir hamma yoqni top-toza temiz qilib qo'yishadi. Charchashmaydi. Qachon qaramasangiz kulib turishadi. Undan tashqari betdagi ovqatni alohida aytib o'tishim kerak. Bu hozirgi betda beradigan ovqatlar aytsam sbalansirованный menyu. Ichida hamma kerakli ovosh, fruktlar, go'sht. Nafaqat bu hammasi bor. Hammasi yaxshi, qimmat produktlar va hammasi nima desak bo'ladi,
pul ayashmaydi-da, mana shu hammasini produkta qilishga pul ayashmaydi. Keyin bu yerga povurlar shunaqa chiroyli shulardan ovqat qiladiki, yegiz keladi. Uyda unaqa qila olmaysiz. Shuning uchun povurlarga ham alohida rahmat. Bizani bu yerda hamshiralarga alohida rahmat. Hamshiralarga umuman gapi yo'q. Judayam professional. Doktorlar etib chiqdim, doktorlar professional, hammasiga professor nomzod berishi mumkin. Medsestralarga doktor bo'lasizlar deb aytishi mumkin. Povurlar, u fransuz povurlar havas qilsa bo'ladi bularga. Shuning uchun bu yerga mana bugun keldim, ertaga qaytib ketaman. Xudo xolasa yana sentyabr, oktyabr 6 oy o'tgandan keyin yana kelib, shu yerda shifo olib ketaman. Hammasiga bu yerda, hamma bu yerda ishlaydigan odamlarga katta rahmat.